Haqiqiy lola yo'qmi? Ha? Qafasni ichida nima borligini tushunmadim. Bitta bo'lib sizlar. Wow, juda chiroyli. Rasm chekaylar. Mana bu Afrikadan kelingan jirafa. Jirafa biza bilan salomlashmoqchi, lekin biz tepadan tushuncha qo'li yetmaydi. Nima juda sekin yuguradi? Og'irligi baland bo'lgani uchun sekin yuguradimi? Bizlarga salom bermoqchi. Hay. Telefon. Lekin bizga salom bermaydi. Hello. Wow. Jirafalar yaxshi. Qolgan hayvonlar. Mana haqiqiy sher uyda tagida turibdi. Bu Zaten qanaqa sher bu? Bo'lar, shu. Magic safari haqiqiy safari ekan. Qanday bo'ladi? Yaxshimisiz? Istazormi? Buyoqqa o'tirib, beri olmayaptimi? Bu vaqt ne kadar deydi. Assalomu alaykum. Jangan laqlatma. Mana bu yoqqa haqiqiy pug'alar bor, orqada esa lamalar. Sakrab yurishni, wow. Ketdik. Endi ularga ovqat beramiz. Bug'ularning kattaligini, kichkinasin qaranglar, chopib berishlarini. Mana bu yoqqa Irlanda bilan Sharqa orqasida ismini ochib ketdi nomi, lekin shoxi juda ham katta. Tepasida jum bormi? Mana bu yoqqa lamalar bor ekan, ehtiyot bo'linglar, aptiylar tupurib qo'yishi mumkin. Lamalar. Ko'p lama mashaq ekan, ikkita-uchtalab bo'lsa bo'ladi, tartdan ko'rmaykan ancha. Kuchda ekan. Bu yoqqa g'ozli yurak yana. Bu haqiqiy dahshat. G'oz. Ag'a. Chiroyli g'ozchalar. Baxti o'ta. Chiroyli g'ozlar. Ozodigan joy ham bor. Mana bu hayvonlar. Yerga faqat sher hayvon emas, bu животный hayvonlar, ya'ni qo'lga o'rgatilgan hayvonlar. Hozir sizlarga bularni hayvonlarning turlarini ko'rsataman. Hayvonlarning turlari. Mana bu yoqqa echkichalar, bu yoqqa har xil hayvonlar ham bor. Baliq bilan flamingo. Ana axirdagi kema. Zo'rlarda xazinalar bor. Hoppa. To'xtachi.
qayoqlarga deb xazinalar yo'qki. Bu yoqqa papugaylar ham bor ekan. Nima qilib bu yoqni ko'rsatadi? Papugaylar juda hayvon. Ya böyle kız. Vallahi.